Kosonsoy savunganlar uchun, chetda yurgan kosonsoyliklarimiz uchun maxsus tayyorladik. Bir sog'inch ozgina bo'lsa-da kamaytirsak xursand bo'lardik. Kosonsoyda juda e'tiqodli odamlar ko'p. Juma namozini ado etish uchun ketyapti mana hammalari. Mevalar hammasi bor. Rastalarimiz mana. Alloh to'kinchilik qilsin mana shunaqa. Yurtimiz tinch bo'lsin Allohim. O zaman denek başta darı Birini orada fotoğraf Cuma masjidimiz O'rta Osiyoda eng katta masjidlardan bittasi hisoblanadi. Oshqozon usti beza dam mikronat. Oshqozonda ko'rdan badaqot yaxta qo'zada kemitiya. Oshqozon usti beza zo'rlanmıyor. Bunu bırak 800 Jakob neymiş? İspanya'da 50 litre. Eştopli. Aksiye. Oshqozon osti beziga dori solishyapti. aynı şekilde ekliyor. Var derecede. Efendim hava tuzda Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Namozni joyida o'qisa, chiroyli mukammal qilsa, va som Ramazonni, Ramazonni chiroyli ro'za. Davlatimizni Alloh panohida asrasin, xalqimizni hammasini asrasin. Uni qatorda kosonsoyliklarni ham, safardagilarni ham Alloh panohida asrasin. Alloh subhanahu va taolo bu bandani jannatga kirgizishni va'dasini bergan. Qarang, bu narsa og'ir narsa emas, o'zimiz qilib yurgan narsalar.